Bugun 31-mart kuni Andijon viloyati Izboskan tumani Mirzo Ulug'bek mahallasi hududida joylashgan Ahmadali Xo'ja jome masjidida havo gaz aralashmasining chaqnashi sodir bo'ldi. Muxbirimiz voqea sodir bo'lgan joyga borib, hodisa tafsilotlarini o'rgandi. Hozir shu haqda. Temir va beton kabi qoldiqlardan tozalanayotgan joy Ahmadali Xo'ja jome masjidi tahoratxonasining binosi edi. Odam bor ekan. Bugun Izboskan tumani Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan masjid tahoratxona binosi havo gaz aralashmasining chaqnashidan qulab tushgan. Hozir bu yerda mutasaddi mas'ullar vaziyatni o'rganmoqda. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari ham holatni o'rganib, bu yerni kun bo'yi qoldiqlardan tozalashdi. Shu yerlik aholi vakillari ham tozalov jarayonlariga yordamga keldi. Barcha birgalikda harakat olib bormoqda. Shifoxonaga ham tan jarohati olganlar yotqizildi. Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati rahbari Hayotbek Rahimov bergan ma'lumotga ko'ra, tan jarohati olganlar 10 nafar, chaqnash oqibatida 3 nafar fuqaro halok bo'lgan. Andijon viloyati hokimi vaziyatni o'zi nazoratga olgan. Favqulodda vaziyatlar vaziri ham voqea joyiga yetib bordi. Izboskan tumani Mirzo Ulug'bek mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan masjidlarning birida birlamchi ma'lumotlarga ko'ra, chaqnash hodisasi sodir bo'lganligi to'g'risida Andijon viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Xabarga asosan viloyat hokimligi, viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rahbariyati va boshqa tegishli mas'ullar ishtirokida voqea joyiga yetib kelgan. Vaziyat to'liq nazoratga olingan. Ikkita qutqaruv otryadi va ikkita yong'in qutqaruv ekipaji voqea sodir bo'lgandan so'ng yetib borib, hodisa oqibatini bartaraf etishga kirishgan. Hodisa oqibatida tahoratxona devor va tom konstruksiyalarga zarar yetgan. Yong'in sodir bo'lmagan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov oldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Mutaxassislar voqea bo'yicha o'rganishlardan so'ng batafsil ma'lumot berilishini aytishmoqda. Gulzira Rustamova, Nisbila Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.